Aslida keyingi turimizga demak yo'lalyapmiz. Hozir Myunxen shahri xalqaro aeroportiga Toshkentdan keladi. Mana sayohatchimiz xudo xolasa o'shani olib demak kombinatsion tur bo'ladi, ya'ni agrar sohada chorvachilik komplekslarini ko'ramiz xudo xolasa va keyin kulturli demak chiroyli bor ekan joylarimiz ham bor Germaniyada. Xudo xolasa qani yo'lga chiqdik hozir, nasib bo'lsa. Boshladik. Myunxen xalqaro aeroportiga ham keldik, mana kirib boryapmiz. Hop. Pulni to'lab ketasiz. Mana o'zingiz olib kelasiz. Nima kerak bo'lsa, pulni masalan olasiz, yozib qo'yibdi mana. 3,5 yevrolik kartochka. Mana 3,5 yevroni olasizda, bunga tashlab ketaverasiz. Ko'ryapsizmi? Ya'ni asallarni ham pul qo'yibdi. Masalan 6,5 yevro bitta olasizda, bunga pul tashlaysiz, pul tashlab ketaverasiz. Ha, shu. Mana mehmonimiz fermer o'zi bilan gaplashyapti. Fermer o'zi bilan gaplashib, maslahatlashib fikr almashilyapti, yangi yil o'rganilyapti. Germaniyadan O'zbekistonga ham nemis fermer bilan suhbat qilib turibdi. Tarjima qilib turibmiz. Qancha deydi, mana shu o'zi zavodlar o'zi biladi. Zavodlar shunday keladi-da, mana shuni orqacha haydab, mana tankaga shuni o'laydi-da, sutni o'zlari olib ketaveradi. Mana xo'jalikda olla qismi mana buzoqchalar bor. Ha, buzoqchalar bor, ayla. O'ti ko'rsak bu narsa shakarlovlarga ishlab chiqarishda qolgan ana ortiqcha qismi bor-ku. Bular. O'sha ham preslangani bu. O'sha ham preslangani. Mana buzoqchalar o'zi kattaroq bo'ldimi? Makkajo'xori silosi bilan har xil karmoy nimalar aralashtirib, o'zi buzoqchalarga makkajo'xori silosi berish boshlandi. Yonida doim suv bo'lish kerak. Doim suv bo'lish kerak. Bular kattaroqlari. Va kichikroqlariga mana bunaqa narsa taklif berib qo'yadi. Buzoqchalar uchun maxsus kombikorm preslangan, kichkina, kattasini berish kerak emas buzoqchalarga. Bular o'zlari gita yeydi, oshqozon tez rivojlanadi. Kattarog'iga o'zi boshqacha beryapti. Kattarog'iga o'zi makkajo'xori silosi bilan aralashgan holatda berishni boshlagan. Bu yer alohida katta gruppadan ajratilgan, bu yerga ozgina mazasi yo'qlarini yoki misol uchun ikki qatlarni oxirgi bosqichda olib qo'yadi. Keyin bular mana shu yerda bolalaydi. Keyin bular. Daladan ekkan bug'doy, makkajo'xori arpalarini aralashganini dukidan o'tganini, maydalanganini, uni saqlanadi. Mana ustida, buni ustida oqsil saqlanadi. Bular keyin o'sha mikser bilan haydab keladi-da, pultni bitta bo'lsa traktordan turib, shuni tushishni boshlaydi, qaraydi, tarozida bilan 400 kilo bundan tushdimi, bo'ldi, to'xtatadi, misol uchun 500 kilo. Keyin bunisini yo'qadi. Bundan bir 500 kilo tushdimi, to'xtatadi. 1 tonna aralashtirish boshlaydi keyin. Bu texnikalari mana. Ha? Bu texnikalari mana. Fent, Deutz, somonni mana bunday holatda ushlaydi mana, preslangan. Mana bu nima desangiz, mana bu hozir bu ham oqsilli unni bosadi. Kepi emasmi? Yo'q, bu arpani chiqindisi. Pivo ishlab chiqarishda qo'laygan. Bardadir, deymi? Barda deydi. Arpani bardasi. Bu ham zo'r narsa. Bitta molga kuniga bir boshqa ratsionga 5 kilo, 6 kilogacha bersa bo'ladi. Faqat ehtiyot bo'lish kerak, tanlab ketmasligi kerak. Endi somon chitlarni tanlab qoladi. Hozir mana bu molxonaga kirgan joyimiz mana. Molxonaga kirgan joyimiz. Germaniyada zamonaviy sutchilik chorvachilik kompleksi mana.
Va bu tarafda Jamshid aka bu tarafda hali Robert sog'ayapti mollar. Hali mol kirib turibdi hozir, ko'rib turibsizmi? O'zi sog'adimi Robert? Ha, mol o'zi sog'adi. Ikkita birdan sog'adi. Ikkita. Bu tarafda yosh mollar uchun. Bu xo'jalikda ko'rib turibmiz, bitta ratsion bor. Keyin hanida tinim davridagi mollar uchun alohida bitta ratsion bor. Ikki ratsion yediriladi. Bir zanam qilib beradi, yemni qarang, aralashtirib, mana shu 1 sutka turadi. O'zi robot o'zi avtomat sog'di. Bu yosh mollar. Yosh avlod degandek. Kim mana bu yerda ko'rib turibsizmi? Bular hozir Robertdan ozgina energichniy oziq olyapti, preslangan kombo korm olyapti. Keyin Nima deyman, olyapti. o'sha Robert o'sha to'kilib, ha, yeydi, o'sha yeb turadi. Ha, bir 2 kilo yeydi o'sha yerda. Keyin chiqqandan keyin shu bilan Robertga u mol yana qiziqib yem-yegan, faqat yem-yegani boraman desa, kiradi, Robert o'tkazib yuboradi, hech narsa qilmay. Shu bilan bir sog'ilgan sigir, shu bilan 6 soatdan keyin yana bor sog'dirishi mumkin. Qolgan payti ham agar zo'r sut berganlar, agar qo'shimcha yana kormoy preslangan dabobka yeyish kerak bo'lsa, bu tarafdan beriladi. Mollar o'zi biladi. Bu yerga bir boradi, hech narsa olmagandan keyin bu yerga kelib aylanib keladi, o'zi bir harakat qilib qo'yadi. Yeman bormi? Buni ichida hozir asosiysi makkajo'xori silasi, silos, keyin shu pichani bor. Pichan, somon, keyin bu aytganimdek oqsilli dabobkalar, ya'ni shu har xil kunjara shirotlar, keyin arpa, makkajo'xorining maydalanganini aralashgan opshi. Qanaqroq bo'ladi sal? Keyin men e'tibor bering, qarang. Mana boshqacha material. Keyin buni ushlab ko'ring buni. Ha, ko'rganman, bilaman. Hech narsa qilmaydi. Ha, spetsialni qoplangan, hech narsa qilmaydi bunga. Chunki buni mana tilichkani oldida nimasi bilan temir bilan surib hali qilsangiz ham hech narsa qilmaydi. Yotish joyiga e'tibor bersak, ko'tarilgan, ustidan rezin qoplangan. Ikki mahal bir tozalab chiqadi, tortib agar axlat tushgan bo'lsa, bo'lmasa mana shuni quruq holatda mollar yotadi. Keyin обязательно kuniga ozgina maxsus oqay bor, dezinfeksiya qilingan. O'shandan sepib chiqadi. Quritadi, bakteriyalar o'ldiradi. Usti tepa tom, aka yozda issiqda o'tkazmaslik uchun sendvich qilingan. Sendvich nima deydi? Ustida agar shipir yo cherpitsa bo'lishi mumkin, lekin o'shani tagida mana oq narsa bor. Bu mana shunday qalinlikda. Mana shunday qalinlikda bir. Boshqa talab eting shuni. Ha, tomga e'tibor bersak, tom ham sendvichli tom bilan, ya'ni ustida shipir yoki cherpitsa bo'lsa, undan keyin mana bu oq material bu sendvich, ya'ni qalinligi 10 sm, 15 sm orasida issiqda o'tkazmaydigan. Hozir shunaqa qo'yapti Germaniyada. Chunki Germaniyada havo isib boryapti-da. Kerakli payti tepada mana tomni ochib qo'yadi, kerakli payti mana bu tarafni yopib qo'yadi. Buni parda avtomatik ko'tariladi. Yozni kun tushirib qo'yadi, havo almashish yaxshi bo'ladi. Germaniyada dehqonchilik asosan lalmida bu yerda. Ikib qo'yadi, yomg'ir yog'sa sug'oriladi, bo'ldi o'sha. Bu tarafga o'tsak, mana makkajo'xorida ham hech qanday jo'ya ariqcha olinmagan. Shuni ekilgan. Yomg'ir yog'adi, yomg'ir yog'sa nima bo'ladi? Sug'orilgan hisoblanadi. Hozir mana shu bir haftadan beri, 10 kundan beri yomg'ir yo'q, yomg'ir kam bo'ldi. Yomg'ir kerak deb yuribdi. Mana Samidullo qara jo'xori ekan. Bular ari olmagan. Ari yo'q. Lalmi deydi? Lalmiga. Lalmi deydi. Yomg'ir bo'lsa ichadi, bo'lmasa yo'q. Kechroq ekan. Bular har doim aprelda ekadi aka. Bular har doim aprelda ekadi. Shu sentyabr, oktyabrga tayyor bo'ladi. Bu hozir uncha yaxshi o'smagan joyi, u taraflardan zo'r bo'lib ketgan.
Gul yoqasi bo'lgani uchun. Mana bu yerda Bu taraf mana shu yaylovlar bo'ladi. oddiy bilan yayilib Ha, bular buni pichani o'sadi. Germaniyada nemislar gras deydi. Ya'ni pichan ana shu. Ha. Degan pichan kerak ekan. Us o'sadi uraveradi. O'sadi uraveradi. Bir yilda 4 marta, 5 martagacha ura. Bir yilda 4-5 martaga ura. Bu bir yilda 3-4 martagacha ura. Odamlar sport qilib aylanib yuribdi. Ha, bir. Bersa mana mana shunaqa qilib sizlarga keyin men ro'zg'oriylarga pomidor, bodring, baqlajon hammasini yetkazib beraman. Har 3-4 kunda bir chovib turib, shu Germaniya qishloqlaridagi holat bu mana. Odamlar uylari. U qo'lda suv qo'yamiz. Mana bu narsa qo'lda. endi suv kam ketadi aka. Mana bu motorda suv muammo emas. Yertakdan suv chiqadi. Davlat suvimiz yertakdagi suv bu. Lekin suv qo'lda qo'yamiz. Qo'yibsiz-ku, nima u nima nozo'ron narsa. Ya, u ham pomidor o'zi aslida Germaniyada pomidorlardan uni ekkan ma'qul. Usti yopilgan nimada. Nega? Chunki ko'p yomg'ir yog'adi, ko'p do'lon yog'ib qolishi mumkin, pomidorga zarar yetadi. Lekin biz ekib kelyapmiz, yaxshi natija beryapti. Mana bu narsa ravoch aka. Bizda tolada o'sa. Buni madaniy turi bor. Bu ser hosilmi, boshqa pomidormi? Har xil turlaridan bor. O'sha bir urug'ini olib ketsam. O'zbekistondan kelgani ham bor, Ha, yo'q. bu yerdagilari ham bor. Bu yerdagini kichkina nimalari ham bor.